Assalomu alaykum. Said Akbar Uz kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar, ostlarini qaranglar. Ammo bugun mollarni xudo xolasa o'ta chiroyli. Ozgina ma'noli deydi-yu. Ozgina ma'noli. Xudo xolasa akalar boshladik. Yana o'sha Marib o'kamizning mini kichkinagina mol fermasida katta mollarimdan sahnadamiz. 2026-yil 23-iyun sanasida syomkalarimizni boshladik. Hafta kuniga seshanba kuni. Hop, manzilimiz o'sha Namangan, To'raqo'rg'on, Qatag'on-Saroy, Maribbo'y uka. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Aka sizmisiz, charchamayapsizmi? Joningiz tinchmi? Assalomu alaykum obunachilar, hamma chorvasiga Alloh baraka bersin. Aka bular narxlarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa, bugun issiqdanmi bilmadim, ozgina mazamiz yo'q. Siz ham charchaysizlar uka. Ozgina maza yo'q. Siz harakat bolasiz ustiga, ishingiz ko'p. Shancho aka, imkon darajasida yo'lida qo'yib beraman, xudo xolasa chiroyli qilib. Bo'ldi, xudo xolasa. Gap otmay qizarsa qo'yib beraveraman aka. Mana ostilarini qarang buni aka. Uka, xo'mray qilsa ham video qilamiz. Shunda kulishib qolaylik, nima bu? Aka, xudo xolasa. Zo'ri. Tabassum bitaligi deydi-yu, son deydi-yu aka, nima? Meni qo'limda ushamang, bo'yinni nechi uni? Bo'yini metrda o'lchab ketaman aka, sirazi. Metrda menga berib qo'ying, o'shab ketaman. Aka, yetmaganim bilan metrlab chiroyli qilib, realni o'lchab ketaman. Ha, bugun Maribbo'yda qiynamaymiz og'alar. Ana issiqda bugun Maribbo'y. Aka, mollarda doim aytaman, nuqsoni yo'q. Bir hafta sinab olishadi. Jichakan 1.30 januar, 1.20 tashib kelib turibdi. Haligi ichgan narsani bizga ham berganingizda siz kasal bo'lmasingiz. Ha, ozgina. Aka, buni bularni qo'yib beraman. Qo'yib bering. Aka, 25 million yo'q. 24 million 500 mingga telefon qilishadi, savdosi bor, xayr ekami bor. Rostdan. Ha. O'tadan azor, baraka beringlar. Siz odamni o'ylantirasiz, barakasi to'g'ridan. O'tib qo'ydim 200 ming. 24 million 300 ming akalar. Hamma yo'g'i joyida chotki mol. Mana jigarim. Aka, haligi qo'qonlik akalarimiz so'rashadi, olani chiroylisi bo'lsin deyshadi-yu. Shunaqalarga mana qarang. Nima bo'g'ozmi, qisirmi? Bo'g'oz xudo xolasa. 3 oylik bo'g'ozni bizga garantiya berib berilgan. Akalar, qulog'ida baldoqlari bilan olaparovda akalar. 1.20 xudo xolasa bo'yi bastı. Bo'ylari 1.20, ostlari 4 ta. Ha, u 49-15 kutib olishaveradi aka. Bo'ldi. 1.20 ostilarini qarang. Ko'rsatdim. O'zim sizga yelin hisob yotibdi xudo xolasa. Baytini ko'rsating deb o'zim ko'rsatib olyapman. Aka, mana uni u bo'g'oz bo'ladimi, qisir bo'ladimi? Ha? Xonajini puliga qo'yaylik, olgan odam afsuslanmasin aka. Bo'ldi aka. 23 million yo'q. 22 million 500 ming. Bor 22 million so'mga chiroyli xayr ekanini qilib beraveraman. Nega o'ylanib qoldingiz? Ya, tepasiz. Baraka desam, to'xtamasi beraman deysiz. Bonuslarsiz oldim deysiz, vodiy bo'lib 21 millionga yetkazib beraman aka. Bor ekan. Dastlabkasi ham bizda. Bo'ldi. Akalar mana. Ja, o'ylanib qoldingiz qarasam. Hozir ko'ranglar. Mana. Hamma yo'g'i chiroyli, zo'r holatda. Maribbo'yda molxonasida yomon mol bo'lmaydi-yu. Tekta baqirog'ini saqlab. Yo'q aka, 1.20. 1.20. Endi onadan ajrab keladi, tektasi iloji ko'nikkincha baqiratdi. Bilasizmi, sho'x boladan chiqadi hamma narsa. Endi onani unutish ham oson emas deydi-yu, o'shanda endi bu ham sekin ko'nikadi aka. Onalarini umri uzoq bo'lsin hammani. Mana uni yeb turuvdi-da boya yetgan joyda. Mayli. Hozir buni o'zini qo'yamizmi? Ha, buni o'zini qo'yamiz. Yo'q, buni o'zini qo'yamiz aka. Bo'ldi. Haligi oxirga tashlanaveradi, rosa xo'raydi jonivor. Yeb tursin deb tashlab yeb turgan yeridan ko'rsatamiz-a? Aka, mana uni 19 million 500 mingga chiroyli qilib yetkazib beraveraman. Yanachi? Aka, 19 millionga yetkazib beraman, yanachi desangiz mana. Telefon qilishadi, aka, bonuslari xayr ekan bor shunchadan. Bo'ldi, akalar mana xayri ham bor, kami ham bor, bonusi ham bor, Maribbo'ydiki ham bor. Akalar mana yebdi, yechmay qo'ying, turaversin. Yeyishini qarang, jonivorni yeb o'tdi. Nima yeydi deganlaringga mana. Silos yeydi mana. Mol. Turaversin uka, hali qilmang. Avora bo'lmang. Shuni yurgizib qo'yaylik-da. Mana. Ko'rinadi. Realni kallasi oxirida ishlab tursa ko'rinmaydi unchalik. U oxirag'ida yo'q. Ha, bo'ldi, qiynamang. Aka, yemoqchi ekan. Zo'r mol ekan. Bo'pti. Molxonadagi zo'r mol o'sha ekan. Yeyursin, jonivor. Aka, narxi ham qulay. Qulay bo'lganda ham 16 million 500 ming deyman. Qimmat tuyuladi, to'g'rimi? 16 million so'm deyman aka. Maribbo'y realni oldim deysin, 15 million 500 mingga telefon qilishadi aka, dastavka bonus savdolari bor. Telefon qilsin, savdo. Baraka deganim chiqmay ham qoldi ovozim. 15 million 500. Gapirtirmayapman-da. Siz aka narx tushashyapman deydi. Mana uni qaranglar. Mana zo'rlaridan. 1 metrli aka. 1 metrli. Mana shuni kalasini ko'rsatib qo'y. Akalar tozasidan. Mana molni sortini endi
Bilgan biladi, bilmaganimiz biladi deydi-yu. Bunday bo'ladi. Hamma tushungan biladi, monorang arzon narsa emas. Bizga ham arzon kelmagan. Mariboy qo'yib buni beraman. bilgan. Shunda sizga 30-60 turga telefon qiladi. Mariboy deydan so'ng oxirida 3-moling bor, u yerda savdo qilaveradi. Bilmagan qimmat deydi. Mana shu yerda onasini narigi tomonida qirg'iz birkasini ko'rib turib oldik o'zimiz. Aka, guvohimiz, muammosi yo'q. Aka, narxi 17 million so'm berishadi, chiroyli yetkazib beraveradi. O'tib berasiz, bonusi ham bor. Aka, sizga 200 ming o'tib qo'ydim. Bor. Telefon qilishadi, yana Gap o'zlariga yo'q. o'tib beraman. Hurmatli obunachilar. Olinglar. Zo'r. Qarang. Shunga olaveradi. Mana bunaqa Maribjon uni. Kallasini qarang buni. Va jonivor yetishga ham hojat qolmadi. Qarang. Qarang. O'xshaydi bu. Zavachkasi o'zi bilan bo'yi 1 metr bo'lsa kerak. 1.5 ekan aka, 1 metr plyusga olish. Bo'ldi, 1 plyusga biz tortishmaymiz, ukali 1-2 santimetr bizga jalka emas u. Aka, muhimi borganda uyaltirmasin. To'ppa-to'g'ri yesin, ichsin avvalo. Chunki biz bunday qilib o'lchasak, ular bari bunday qilib o'lchab qo'yishimiz. O'shanda ham kesin 2 santini aqaba qilib aytamiz. Aka, mana uni narxi 14 million so'm. 14 million so'm. O'zlariga ham 13 million 800 ming. Telefon qilishadi, xayriya kamini qilib beraveraman. Siz bilan biz uka molni bo'larni qo'yib beraman. Bo'yiga emas, zotiga tortishamiz. To'g'rimi uka? Aka, bor turishini qarang. Xudo qolib 98-60 tutib olish so'radi. Ana. Jonivor chiroyli narsa. Mana endi orqasini qaranglar aka. Bu ham o'sha 1 metrli mol aka. 1 metrli mol. Buni qancha qilib beramiz? Kelganiga qarab qo'yib beraveramiz. Narxi qulay buni aka. Bo'ldi. 13 million ham yo'q. Yo'q. 12 million 500 ming berishadi, yana savdosini qilib beraman. Bo'ldi, men so'raman. Aka, kepagi bonuslari bor ichida har doimgidek. Mariboy bugunga tugatdimi? Bugunga shular bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab tursa aka, bundan ham arzon qilib qo'yib beramiz. Mariboyda ham Alloh dardiga shifo bersin. Ertaga aka 15 minutga cho'zamiz videoni gumbillatib olamiz deyursin. Akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yaxshi kunlarda, yaxshi holatlarda oramizdan xato bo'lmagan holatda ko'rish nasib qilsin. Akalar mana mollarimiz sog' bo'linglar, Ha, bo'ldi, salomat boshlayverasizlar do'st.